Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Yetti foydali kanal. Bugun sizlarga teleskop yo'nalishi bo'yicha juda ham oson va tez vaqt ichida video yasashni o'rganamiz. Teleskop long video. Chimpanzini bananini, wa wa wa, bananucci, monkey 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 uchi. Juda ham oson ko'rinishda yasashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib mana shu kanalga kirib olamiz va bu yerdan o'zimizga yoqqan 4 ta shortsni silkasini olib olamiz va biz uni olib Telegramga kiramiz. Telegramga kirganimizdan so'ng izlovchi bot degan botga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu botning silkasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Mana biz 4 ta videoni o'zimizga tashlab oldik va buni skachadam qilib oldik. Mana bu bizning Telegram kanal. Bu yoqqa biz kanal nomi, hozir ko'rsating kanalning nomi, videolari va hamma kerak bo'ladigan narsalarni mana shu kanalga tashlab qo'yamiz. Mana kanalim Yetti foydali deb yozsangiz chiqib keladi. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar va bu videolarni olishdan oldin videoni chekiramiz. Va shu payt mana shu joyini screenshot qilib olishimiz kerak. Bu narsa menga kerakligini video davomida tushuntirib o'taman. Sizlarga telefonda qilishni o'rgatyapman va oson tarzda qilishni o'rgatyapman va CapCutga kirib olamiz kanalimizga kerak. Kirganimizdan keyin mana bu 4 ta videoni men tashlab oldim. Ketma-ketlik bilan 4 ta videoni tashlab oldim. O'sha boyagacha qo'ygan 4 ta videoni va bu yoqdan mana bittagidan oxirgi o'tsa format joyi bor. Shunda bosib 16 ga 9 ni tanlaysizlar. Tanlaganingizdan so'ng bitta to'g'rilab chiqishingiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib qiladigan ishingizda sizlar bu yoqdan mana buni bosasizlar va добавить bosib turib rasmlarni joylashtirib chiqishingiz kerak. Boyagi screenshot qo'ygan narsalarni foto bo'limiga o'tasizlar va screenshot qilganlarni birma-bir joylab chiqasizlar. Screenshotni to'g'rilab 4 taga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Biz buni birinchisini joylaymiz. 4 ta yoki 3 tali ham qilsangiz bo'ladi boshiga, uni farqi yo'q, o'zingizga bog'liq. Qanaqa qilgingiz kelsa, xuddi shunaqa qilaverasizlar. Va yana keyingisini bosamiz. Buni ham to'g'rilab o'zimizga moslab olishimiz kerak bo'ladi. Men bu yoqda screenshot qo'yganimda qora joyi tushib qolgan ekan, buni o'zingizlar to'g'rilab olasizlar. Tezlik bilan screenshot qilganim uchun yig'ib qoldi. Va keyingisini ham qo'yamiz. Iloji boricha sifatliroq qilinglar. Men sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun tezroq qilaman. Ya'ni tezroq deganda uncha sifatga e'tibor bermayman. Qanaqa qilib qilinishini o'rganib ketaman. Sal kichraytirishingiz kerak. Shuning uchun 3 tali qilsanglar ham bo'laveradi. Boshiga 3 tali ham yaxshi, 4 tali qilsanglar ham yaxshi. To'rtinchini ham qo'shamiz. To'rtinchini tanlaymiz va qo'shamiz. Kattalashtirib mana bu videoni bu videolarni o'chirib turamiz. Men boshidan tushuntiraman sizlarga. Ya'ni videolarni qo'yishni ham biz 4 ta rasmni joylab olganimizdan keyin biz birinchi bo'lib video qo'shishimiz kerak. Ya'ni birinchisi qaysi video edi? Mana bizda mana bir noqulay video edi. Bu yoqdan biz mana noqulay videoni tanlab добавить bosamiz. Biroz kutib turishimiz kerak bo'ladi. Video tushishimiz kerak bo'ladi. Hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. O'tgan videoni ko'rsanglar, raqam tasdiqlashgan uchun shu yo'nalish bo'yicha atigi 10 ta odamga 25 ming so'mdan kanal ochib beraman. Ichida raqam tasdiqlangan bo'ladi, hamma narsa ichida komplet bo'ladi. Shunda ham ulgurib qolishingiz kerak. Kanallar narxi qanchalik qimmatli.
va mana bu yoqni to'g'irlab mana shunaqa qilasiz. Birinchisi ustiga to'g'irlaysiz va mana maslaga tushuntirishga harakat qilaman va mana bu 3 ta rasmni mana shu video bo'ylab olib kelib mana shu yerga to'g'irlaysiz 3 ta rasmni ham. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, mana tekrar tushuntiryapman, tushunib olishingiz kerak. Maslahatim sekin deganinglar yaxshi. Sekin tushuntiryapman. Mumkin. Va yana mana shu yoqqa kelgandan keyin yana biza biz video qilishimiz kerak bo'ladi. Biz ikkinchi videoni nimaligini ko'rib olamiz. Bu yoqdan mana bu ochiq, mana bu mana shu video tanlaymiz. O'zimizga kerakli bo'lgan videoni, albatta boshqacha video tanlagan bo'lishimiz mumkin. O'shani screenshotga mos videoni tanlaymiz. Ozgina kutib turamiz yana. Mana bu ham qo'yildi va qo'yilgandan so'ng mana buni to'g'irlashimiz kerak. Bu videoni va keyin qiladigan ishimiz mana bu 3 ta rasmni va kichkinlashtirib tushuntirib sizlarga. Tushunarliroq bo'ladi. Bu rasmlarni sal kattalashtiramiz. Ikkinchisini ham kattalashtiramiz. Uchinchisini ham katta qilamiz va oxiri to'rtinchisini ham katta qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yog'iga mana bu videoga o'tib keyingi videoni ham mana shunaqa kattalashtirib to'g'irlab qo'yamiz. Va mana ko'rasizlar, boshida videoni tushuntirishga harakat qilaman. Qolganlari rasmga aylanib qoladi. Shu davom etasizlar va yana bu chekinaga keyingisini boshlasizlar. Keyingisi yana nima edi ko'rib olamiz. Avtobuscha mana bizada va buni tashlaymiz. Ketma-ketlik bilan hammasini tashlab olib qo'yishdim bu yerga. Biroz vaqt oldi, to'y uchun internet zo'r ishlamayapti hozirgi paytda. Sebepli bo'lyapti. Men albatta to'g'ri qabul qilmasam, manimcha tushunarli qilib ko'ryaman. Va keyingisini ham mana bu pastga yoniga joylaymiz videoni. Yoniga pastga joylab qo'yamiz. Mayli, tekrar tursin, mana bu rasmni sarflab ko'ryapti. Yoki eng pastiga keyingi aniqlab qo'ysak ham bo'laveradi mana. Naqd qo'yasizlar va keyingi videoni ham birato'la qo'yib olamiz hozir. Keyingi video mana oxirgisi. Buni ham joylaymiz va biroz kutib turishimizga to'g'ri keladi. Va kecham obuna bo'lib qo'yinglar, Telegram kanalimizga kiringlar. Atigi 25 ming so'mga kanal ochib beramiz. O'zi 100 ming, 200 ming kanal ochib berish. Mana shu teleskop yo'nalishi bo'yicha video yasasizlar. Biz sizlarga kanal ochib beramiz. Atigi 25 ming ichida raqam tasdiqlanadi, qilishdik. Video yuklash darslari bonus qo'shib beriladi. Hatto juda ham sifatli. Va keyin bu videoni ham pastga olamiz. Eng pastga. Buni ham pastga qo'yamiz. Chunki rasmlarni surishimiz kerak biz. Mana sifatli bo'lishi kerak. Mana shunga to'g'irlaysizlar, albatta ketma-ketligini va bu yoqdan turib rasmlarni uzun qilib olasizlar. Rasmlarni oxirgi videoni oxirigacha mana oxirigacha to'g'irlashingiz kerak. Video tugagungacha rasm kerak bo'ladi. 4-inchisini ham oxirigacha to'g'irlaysizlar. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, yana qanaqadir video bo'lsa, kerak bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. Keyingi video preview yasash bo'ladi, chunki so'rovnoma tashladim, preview yasash YouTube chiqdi va biz 3-videoni to'g'irlaymiz. 3-videoni mana kattaroq qilib mana shu yerga joylaymiz. Va 4-inchisini ham to'g'irlaymiz. 4-videoni ham ushlab. To'g'ri, juda ham kichkina detallarga e'tibor bermayapman hozircha. Buni o'zingiz sekin o'tirib olib qilasizlar. Keyin tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu
video o'tadi va keyingisini qolganlar rasmiy e'lon, uchinchisi qiladi, qolganlar rasmiy e'lon. 3 tali qilsa yaxshiroq, mana razmerlari bir xil bo'ladi. Mana ko'rayotganimizda video tayyor va yana bir maslahat, o'zingiz mana tekst qo'shishni bosib turib, A plusni bosib, o'zingizlarning kanalingizning nomini yozib qo'yasizlar. Mana masalan, bizni Talos Hop yozamiz. Talos Hop yozamiz, mana bu yerdan format beramiz, masalan klassik format. Klassik format berib, kichkina qilib burchiga qo'yib va stilga o'tib, bu yoqdan mana buni sal xiralashtirib qo'yishimiz kerak. Ozgina xira qilib qo'yamiz. Videoga xalaqit bermaydi ham bilish kerak bo'ladi. Va buni videoga davomida oxirigacha mo'ljallab qo'yamiz mana. Ko'rishingiz mumkin, video tayyor. Shunaqa hech qanaqa jalb tushmaydi, chunki sizlar o'zingizlar edit qilasizlar. Umuman sizlarga muammo bo'lmaydi. Sizlardan so'raydigan narsam Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda yangi konkurs bo'lib o'tadi yaqinda. Bitta obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Va Telegram kanalimiz shu YouTube kanalimizga biosida yoki yerda pastgacha foydali deb yozsanglar chiqadi. Mana shu video 20 ta layk yig'sa, mayli bitta kommentariyadan eng ko'p layk yordamga bitta kanal pодарок qilamiz. O'tgan videoda ham aytdik. Yana 3 kundan so'ng bitta odamga 25 ming kanalimizni ochib beramiz. O'zi qimmat kanal, arzon tufta deb o'ylamanglar. Bo'lsa odamlar uchun arzon qilib beramiz. Juda ham arzon narx. Agar raqam kerak bo'ladigan bo'lsa, raqam narxi 5 ming so'm. 5 ming so'm. Hammangizga xayr, sog' salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'lamiz.